Qo'lingda yesang bo'lmaydimi? Hm? Qo'lda yemaydimi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Onajonim. Va alaykum. Yoqimli ishtaha. Uying borligi esingga tushdimi? Nimaga oyi? Kelyapman-ku. Meni bolam borligi esimdan chiqibdi-da. Tarvuz yeb qo'ydik. Senga qoldirmadim. Aka, rahmat. Keling, Mayli. o'tiring. Shart emasdi lekin. Ovora qilib qo'ydimda siz ekan-ey. Meni kechiring. Hech qisi yo'q. Rahmat. Bor bo'ling, sog' bo'ling. Oyi. Shunaqa gaplaringiz bor bilaman, lekin meni jon dilingizdan yaxshi ko'rishingizni ham bilaman. Xotam o'rtog'ing yaxshimi? Kim? Xotam. 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 Ancha yaxshi, zo'r. Salom ayt sizga. Ali aka, o'tiring. Mayli, yaxshi o'tiribman. O'tiring. Mayli, qo'ymadingiz. O'tir. Boringizga shukr kene, rahmat. Shuni tarvuz ekan, ha? Zo'r. Bormadingmi? Ha. Bugun borganim yo'q edi. Yaxshidir, bilmadim. O'zinglar yaxshimisizlar? Yaxshimiz. Shu desanglar, men keyingi yil institutga topshirmoqchiman. Qanaqa institutga? Masxarabozlikkami? Nimaga darrov masxarabozlikka? Aktyorlikka? Kimga? Aktyor bo'laman men. Qarang. Shohruxxonga o'xshaymanmi? Mr. Bingga o'xshaysan. Sen o'zingga juda katta baho beryapsan. Senga bahoni atrofdagilaring berish kerak. Tushundingmi? Atrofdagilarmi? Ha? Bo'ldi. Kene, menga necha baho berasiz? 10. Voy. 100 balli sistemada. 100 balli sistemada ularga 100 qo'yaman, sizga 0. Rahmat kene. O'zi-chi sizlar ana u katta kinofestivallarda o'tiradigan kinokritiklardan ham battarsizlar. Masalan, meni Mr. Bingga o'xshatdingiz, a? U bilasizmi qanaqa boy aktyor? U qirolicha bilan shaxsan o'zi ko'rishgan. Ha? Sen baribir boyib keta olmaysan. Nimaga? O'sha talant bo'lish kerak u uchun. Bu hamma talant menda-ku o'zi. Seni faqat sirkka olishadi. Kuchlarni o'ynatgani. Nima unaqa deysiz? Menga qara. Bu ishga boryaptimi o'zi? Boryapti. Borayotgan bo'lsa ham ko'chaga chiqmayapti shekilli. Ha, konditsionerli xonada o'tiradi bu. Sen qorayib ketgansan. Bu oppoq. Ishga borayotganga o'xshamaydi. Men faqat hujjatlar bilan shug'ullanaman, oyi. Ha? Faqat konteynerda o'tiraman. Hujjatlarni qo'l qo'yib o'tiraman-da. To'g'rimi aka? Ha. Ko'chada onda-sonda yuraman. Men ham ko'chaga onda-sonda chiqaman. Deyarli uydaman. Lekin men sendan qarorroqman. Mana. Shu paytgacha qorayishing kerak edi. Endi u menimcha endi genga bog'liq. Ha, keyin kenaymi kremlardan suryapman. Quyoshga qarshi. Shu gap kerak emas. Meni ko'nglimga ozor berasizlar doim. Seni ichingda nima bo'lyapti? Men mana shu gaplaringizdan keyin mana shu bor talantim ham, mana shu ishimdagi bor vujudimdagi qaynab jo'shib turgan aktyor o'lib ketyapti. Ana qarang. Ichida shunday aktyor o'lyapti. Ichingizdagi aktyor o'lyapti. Ha. Bo'ldi.
desa teshib yuborasiz a? Aktyorligingni qilma bo'tdi. Sen ham aktyorskiy urding-da. Kene, nima qilib o'tiribsiz? Soatni qarang, 3 bo'ldi. Akangiz qayerda? Akam ishda. Soat 3dami? Opam bilan bekor borib janjal qilibsizlar-da bugun. O'zi Haypaga haydashga bahona qidirib yuribdi. Akamni ko'chaga haydadi. Shu kerakmidi sizga? Hozir men ham kiyim alishtirgani keldim. Shu uchun kiyim almashtirib akamga qarashgani boraman. Qayerga borasiz qarashgani? Shu paytda-ya? Nimaga ko'chyaptimi? Ko'chyaptilar. Eski hovlini ta'mirlatib o'sha yerdan sex ochaman deyaptilar. Nima, uyga kelmas ekanmi? To'miga kenang o'zi kelmaguncha uyga bormayman dedilar. O'ynashlari borligini ham aytdilarmi? Obbo, kenay. Vaqti bor ekanmi akamni o'ynashiga? Ko'zini ochadi, ishga ketadi. Ishdan to'g'ri uy keladi. Voy, Akam ulguradi deb o'ylayapsizmi? bo'lmasa bolasi-chi? Qanaqa bolasi? Siz hali xabaringiz yo'qmi? Yo o'zingizni jinnilikka solyapsizmi? O'sha ishxonadagi Shahnozdan bolasi bor ekan. Kim u Shahnoz? Ha, siz tanimaysiz-a? Kenay rostdan ham xapo'm-ey, to'miyas. Sizga qo'shilib, ana opam ham to'miya. Bunaqada eringizni yo'qotib qo'yasiz. Ana bekorga aytishmaydi-da, ortiqcha rash odamni o'ldiradi deb. Siz akam ishga ketdi dedingiz-ku, ishga ketmadilar. U o'sha Shahnozning yoniga ketibdilar. Tomis ketganmi, Kenay? Men hozir ofisdan kelyapman. Ana bechara akam itday ko'chyaptilar hozir. Ularga kerak edi shu boshqaruv. Yo'q, tushunmayman. Nima qilardinglar borib ishxonasiga janjal qilib? Battar bo'lsin. O'sha Shahnozdan uzoqroq yursin. Sizga maslahatimchi? Eringizni rashk qilib ortiqcha asabiga tegurmang. Bunaqada ersiz qolasiz. Najot, siz hali uylaning, ko'raman sizni ham. Kenaye, meni xotinim aqlli. Uncha-munchaga rashk qilmaydi. Ko'ramiz-da.
Laylam, Olib keldingizmi? olib keldim. Mafiyalarga o'xshab so'radik. Olib keldingmi? Olib keldim. Mana. Pijama ham olib keldingizmi? Ha, pijamani ham olib keldim. O'zi nimaga kerak? Ertaga chiqsang. Kiyim almashtirsam maylimi? Bemalol. Chiqing. Nega? Oy, kiyim almashtiraman. Xo'p. Almashtir. Ana kiyim. Mana Chiqib yopiq. turing. Mendan uyalasanmi? Ha. Ya men seni eringmi almashtiraver. Erinlayvermang, boring chiqib turing. Bo'pti, mana. Qaramay turaman. Almashtir. Hozir kalta yeysiz. Chiqib turing. Ey! Almashtirib ber, kimdir kelib qolsa-chi. Men qarab turaman, qorovling bo'laman. Eshikni tagida qorovul bo'ling. O'zi depressiyadaman. Uyga chiqqim kelyapti. Charchab ketdim больницada yotaverib. Depressiya nima degani? Depressiya bu ayollarda ko'proq bo'ladi. Men tushunmayman unaqa narsalarni. Ertaga chiqasan Xo'p, bo'ldi. chiqing. Baribir birga yashaymiz. Men seni eringman, sen meni xotinimsan. Bo'pti-da, nimadan uyalasan? Alishtiraver. Chiqib turing. Chiqib turing. Bo'l. Pastda kutaman. Nimaga? Surpriz bor. Tampomingiz ketmadimi? Kechasi nima surpriz qilmoqchisiz? Doktorlar yo'qligida surpriz qilib olay. Bo'l tez, pastda kutib turaman. Ha, pastda kutib turaman, ha? Ketamizmi? Hozir ushab turing. Ha? Voy, bo'laqa. Hozir. Voy, sekinroq. Sekin. Taqillatishingni qara. Qayoqqa olib kelyapsiz? Sabr qil. Futbol o'ynash orzuing bormidi? Ko'zingni yum. Ochma. Xo'p. Hozir qo'limni qo'yib yuboraman, lekin ko'zingni ochmaysan. Kelishdikmi? Kelishdik, xo'p. Endi sekin ko'zingni och. Qara. Jack Camp Nou emas u, lekin orzuyingni amalga oshirish uchun menimcha bo'ladi. Xursandmisan? Ha, aytgancha. Senga yana bir sovg'am bor. Aha. Ayni vaqtmi? Bo'ldi. Qo'lingni ber. Hayajonlanib ketyapman. Layli. Ana, uzuk taqdim. Endi xotiningiz emasman deya olmaysan. Uzugi ham bor. Nikoh ham bor. Ko'ngling joyiga tushdimi? Ha, bu gullar senga. Ana. Grija bo'lib qolmaysanmi? Og'ir ekanda. Kerakli tosh og'ir bo'lmaydi. Bu gul ayni kerakli narsa. Buncha chiroyli bu. Sendan chiroyli emas. O'zim qo'llarim bilan mana terdim. Qara, tikanlari. Yomon kirdi. Aytishim mumkin bu gulda tikan bo'lmaydi-ku deb. Bog'da bo'ladi-ku.
Xo'p, Rahmat borligingizga. hayajondaman. Xo'p. Rozimisan? Meni xotinim bo'lishga? Roziman-ku. Uylan bo'ldingiz-ku. Gol! Bugun mendan baxtli inson yo'q. Xuddi Messi jahon chempionligini olgandek. Xuddi Ronaldo oltin to'p yutgandek. Baxtliman. Tabriklayman. Rahmat. Ketamizmi? Futbol o'ynamaymizmi? Keyingi safar. Bo'pti, hech bo'lmasa varataga bitta tepay. Shaydo? Nima qilyapsan bu yerda? Hech nima. Nima endi keldingiz? Ishim endi tugadi, bo'shab kelyapmi? Tongga chiqolmabsan-da. 12 dami? Xo'p, bo'shab kelyapman-da. Endi bo'shadim. Nima bo'ldi? Hech nima. Men bilan ishingiz ham yo'q. Xo'p. Nima bo'ldi deb so'rayapman, aytmayapsan-ku? Kimdir xafa qildimi? Hech kim xafa qilgani yo'q. Sizdan xafaman. Telefon qilmadingiz bugun. Voy. Shaydo, ishim ko'p edi, bilasan-ku. Yosh bolalik qilmagin. Xo'p, mayli. Stolni tagida nima bor? Kulgilimi? Deb kirib olding. Boshqa joy topamadingmi? Mana topib oldim-ku. Topolmadim. Xo'p, men seni topib oldim-ku. Xo'p, chiq. Yo'q. Yaxki. Yo'q. Metroga borgim kelyapti. Olib borasizmi? Metroda qayerga borasan? Bilmayman, hidini hidlagim kelyapti. Metrodami? Voy. Oxirgi paytda-chi ajoyib yengilliklaring chiqyapti-da seni. Nimaga kulasiz? Metroni hidini hidlagim kelyapti. Olib borasizmi? Hozir yopilib bo'ladi, 10 takam 12 bo'lyapti. Siz yoptirmang. Voy, metro meni adammikimi yoptirmayman. Yo'q, men hidlamasam bugun uxlolmayman. Bo'pti, chiq, borib kelamiz. Oyimdan so'raylik. Metroga chiqishni ham Oyjondan so'raysizmi? Xo'p, hamma narsani so'rayman. Kech bo'ldi-yu, bir og'iz so'raymiz, chiqib ketamiz, bo'ldi. Kech bo'ldi-yu, oyim so'raylar, kelinimni qayerga olib ketyapsan deb. Men chiqsam indamaylar, men erkak kishiman. A seni so'raylar-yu, yur buloqqa hozir yopiladi. Chiq. Bo'pti. Oyjondan o'zingiz so'rang. Atirgul, gul, gul, atirgul. Sendan boshqasi tikanli gul. Nima edi, shunaqamidi? Hamma o'ziga to'g'rilab oladi-da. Atirgul, gul, gul, atirgul. Ha, oyi. Sendan boshqasi. Kelib qoldimi deyman-a, oyi? Ha, zerkandan-da. Namincha, endi keldingmi? Hozir keldim, oyi. Yaxshi keldingmi? Oyi. Keliningizni shu metroga olib chiqib kelsam bo'ladimi? Qayerqa? Metro? Metroda nima bor kech bo'lganda? Hidini hillagingiz kelib qopti-da, oyi. Boshlabsiz-da, eringizni qiynir ekansiz-da, Nimani? Nimani boshlabdi? Oyjon. Hech nima, o'zi biladi. Borib kelaqqa. Yaxshilab xillab kelsin, to'yib. Ketdik, yur. Hozir kelamiz, oyi. Yaxshi boringlar. O'zimni yedirdi-ya. Tilginam qursin meni. Atirgul, gul, gulat. Voy. To'xtalaring, hey!
Kela qol. Qayerga keldik? Hozir ko'rasan. Bu yer nimaga qorong'u? O'tir shu yerga. Chapay chalsang, chiroy yoqiladi. Hazillashyapsizmi? Hazillashmayapman. Chapay chalib ko'r. Yo'q. Qani? Yonmadi-ku? 3 marta chalish kerak. 1 2 3 Voy, judayam zo'r, voy. Qanaqa qilib qildingiz? Joyda ich. Shirinlikdan ham ol. Voy, men yaxshi ko'rgan shokoladku. Uzumi? Ol. Kimniki? Chiroyli ekan-a? Yoqdimi? Endi seniki. O'zingiz taqib qo'yasizmi? Chiroyli ekan. Bu yer qayer o'zi? Bu yer oyimdan qochib keladigan joyim. Uyga kirgizmaganlarda. Nimaga haydashgan? Endi har xil vaziyat bo'ladi menda. Agar mendan jahllari chiqsa, uyga kirgizmanglar. Alisa, muzika qo'yib yubor. Hidlayapsizmi? Maza qilyapsanmi? Ko'zingiz yuming, ko'zingiz Yo'q, yuming. men Yuming. Xo'p. Tasavvur qilyapsizmi? Umringizda eng bir nima qilganingizda qachon maza qilgansiz? Umrimdami? Maza qilib uxlaganimda maza qilganman. Yo'q. Mana. Men maza qilib ketayapman. Mazangni qil unda. Bugun shu yerda qolamizmi? Maza qilyapman. Nima? Bo'ldi, sekinroq, hamma qarayapti bizga. Xohlaganimcha nafas olaman. Yuring, oyoqqa ham o'tiring. Bo'ldi, qil, uyat bo'ladi, shu yerda o'tirur. Yuring. Shaydo, sharmanda qolsin. Halima xola. Qattasiz? Ichkarida Voy xola, uxlayotganmidingiz? Bezovta qilib qo'ymadimmi? Birpas ko'zim ilinibdi. Uyg'otib yubordimmi xola? Yo, hech qisi yo'q. Siz unaqa payt uxlamasdingiz-ku? Kim biladi? Ko'zim ketib qopti-da. O'zing yaxshimisan? Yaxshi. Ha, nima gap? Tinchlikmi? Bolamni sig'i chiqyotdi. Ha. Shunga ismi tushiradigan doringiz bormi? Ha, Sevinch. Uxlagandir u ham. Hozir. O'zing kirib olgin o'sha yerda. Bilasan qattaligini. Ha. Ol hammasini. Bor. Xo'p. Issi o'chiradigan dorilar bor. Bolaniki alohida tokchada turibdi. Xo'p, bo'ladi. Yoqdimi? Rosa. Maza qildingmi? Rahmat. Yaxshi. Voy. Uxlamovmidingiz? Ha. Kech bo'lganda qayerda yuribsizlar? Aylanib keldik. Siz uxlab qolgan ekansiz. Uyg'otmaylik deb aylanib kelyapmiz. Uxlab qolibmanmi? Ha? Yo, uxlatib chiqib ketdilaringmi? Yo'q. Voy, Assalomu alaykum. Sevinch, sizlar ko'chadami deylar? Dorini oldim xola. Yaxshi. Rahmat. Chiqing, xo'p? Bo'pti, xo'p. Bo'pti, xo'p. Sog' bo'l. Tez chiqib turgin shunaqa. Uyg'otib turgin. Uxlab qolsam bolalarim qayerga ketganini bilmay qolmay tag'in. Qo'shnilaringiz ham shunaqa payt chiqadi. Qo'shnilarim xohlagan paytda chiqadi.
Lekin bolalarim xohlagan paytda aytib ketish kerak edi. Oyi. Onadan so'rash kerak edi. Sevinch, bor xonangga chiq. Birinchidan xotiningni ochuv-chochuv ko'chada olib yurish qo'shillar nima deydi? Yo'q, oyi, hech kim yo'q edi. Mashinaga o'tirib ketdik. Ikkinchidan, chillali odam bunaqa yarim kechada yurmaydi. O'zingiz uylantirib qo'ydingiz, oyi. Xo'sh, Men uni hali yaxshi bilmayman. yaxshi bilish uchun ko'chaga olib chiqish kerak emidi? Uyda men xalaqit beraman, a? Yo'q, oyi. Tushundim. Yaxshi. Men ortiqchalik qilayotgan ekanman. Oyi. Bo'ldi. Hamma narsa tushunarli. Men uxlagani. Rostdan uxlagani. Voy. Bemalol xotiningni tushunmal. Rostdan uxlayman. Oy. Yo'q, hozir 50 mingni naqd bermoqchi-da. Xo'p. 250 ni 2 oyda qilib beraman. Bitta joyim sotilishi kerak, deyapti. Tushundingizmi? Xo'p. 50 mingga dacha yo'q-ku hozir. Men 50 ming pul uchun dachani o'tkazib bera olmayman uni nomiga. Endi bir amallaylik. Pulini qilib beraman, deyapti. Mayli, agar xat hujjat qiladigan bo'lsangiz, hamma pulni bergandan keyin rasmiylashtiramiz. Nimaga o'zi shoshyapsiz? Arzonga sotyapsiz-da. Turkiyadan uy ko'rdim. O'shani olmoqchiman. Shuning uchun shoshilyapman. Tushunarli. Tushundingizmi? Hozir boshlang'ich narxini berishim kerak. Keyin qolganini bersam bo'ladi. Shuning uchun menga zarur shu pullar. Mayli, men gaplashay, agar ko'nsa shunaqa qilamiz. Bo'pti, mayli, telefon qilarsiz. Qizim? Nimalarni harakatidasan? Qaysi dachani sotmoqchisan? O'sha dadam o'g'liga bergan dachani. Qanaqasiga uni sotmoqchi bo'lyapsan, bolam? Ha, uni allaqachon dadang Habibga bergan-ku. Oyi, Habibdan hamma narsani qaytarib oldim. Nima? O'g'ilchalari dadamga yetmadimi? Hayron qoldim o'zi. Dadam indamay yurganlariga. Qizim, qanday jur'at qilding bu ishlarga? Ha? Oyi, dadamni bitta-yu bitta farzandi men. Merosxo'r men. Voy. Men tushunmayapman seni. Nima deyapsan o'zi? Nima demoqchisan bu gaplar bilan? Oyi, undan ko'ra meni qizlarim haqli. Tavba. Tavba. Agar dadang bilsa, yomon xafa bo'ladi.
Voy. Oyi, siz aytmang, bo'ldi. Bilmaydilar. Shu paytgacha Habibam aytmabdi, advokatam aytmabdi. Siz ham aytmasangiz bo'ldi. Men dadangdan hech qachon hech narsani yashirgan emasman. Nahot shuni bilmaysan? Oyi, men hech narsani bilmayman. Bu uy, bu meros meniki. Men dadamni yolg'iz merosxo'rlarman. Oyi, nega choy ichmadingiz? Bilmayman. Ertalabdan ishtaham yo'q. Qanaqadir kechadan beri yo'talib qolmayapti. Bu dori-porlaringiz bormi? Ha, bor. Qutlug' dard. Doktorga olib boraymi yo? Voy shamollash, qutlug' dard bu. Tomoq og'rigani birpasda o'tib ketadi. Chayni soda bilan g'arg'ara qilsam o'tib ketadi. Oyjon, choyingizni alishtirib kelingmi? Yo'q, yaxshi. Bera qoling. Ha, mayli. Yangilab kelaman. Mayli. Nega qara? Kechqurun Ali keldimi? Keldi. Ko'rmadingizmi? Yo'q. Ertalab vohli ishga chiqib ketdi. 2 kundan beri ko'rmayman. Ha, yo'q, bundoq kelib, men keldim oyi demaydi. Yoki ketdim demaydi. Yo, shunchalik ko'p ishlatasanmi bolani? Ishlasin oyi. Charchab qoladi bunaqada. Uni uylantirish kerak oyi. Ha, uylantirsa senga o'xshab uydan ko'chaga chiqa olmay qoladi. Qo'ysa oyi. Uyda yo'san deb o'tdingiz. Mana uyda o'tiribman. Yaxshi. Shunisiga ham shukr. Unisiga ham shukr. Bunisiga ham shukr. Endi bilasanmi? Dodanglar to'y qilishyapti. Zahirani uzatishyapti. Shunga borib jigar bo'lib to'yini tashab kel. Ular ham shaydoni to'yini qilganimizda to'yini berib ketishdi. Mayda-chiyda olib kelishdi. Xo'p, oyi. Ha, undan keyin bir o'zing borma. Simillagan ham olib ket. Bunga nima bor oyi? Dodasini oldiga borib kelin salom qilmaydimi? Ularning ham orzu havasi bor. Bitta o'g'ilsan. Endi topishdi-ku. Azgina orzu havas ko'rishsin. Ha, oyi, ko'chib o'ta qol-ya. Men unaqa deganim yo'q-ku. Yo, shunaqa dedimmi? Ha? Yo'q. Darrov tegadi senga. Sevinch, salom qiladigan kiyimlaringizni olib oling. Dodanglarnikiga borib salom qilib kelasizlar. Qaysi doda? Bunga boshqatdan tushuntirishim kerakmi? O'zing tushuntirib qo'yarsan. Shuncha gapni gapirmadingmi? Aytgan ishlarini qil, yo'lda tushuntirib beraman. Siz bormaysizmi, oyijon? Yo'q. Sal mazam bo'lmay turibdi, yuqtirib kelmaydi odamga. Tamom, o'rvatdi. Xo'p, men hozir chiqaman. Aptekaga chiqib dori olib kelaman. Qo'ysang-chi. Shamollashda dori kerak emas. Aytolmayman-ku, chayama g'ar-g'ar qilib. Ke. Uyimni sog'indim. Voy, gilamlarni yuvdirdingizmi? Ha? Ben bu mebellaringni ham hammasini yuvib berishdi. Qani, yoqdimi? Rahmat. Rahmatga arziydigan ish emas. Men oynalarni ochaman. Nega yana joyiga qo'yib qo'ydingiz?
Yoqmadimi? O'zgartirishimiz mumkin xohlasang. Senga yoqmagan bo'lsa. Yo'q, Qiz yaxshi. bola bo'lib sen o'zgartirmaysan-ku. Men esa buni muammosiz uddalayman. Xo'sh, nima qilamiz? Men bozorlik qilib kelishim kerak. Hech Men ham narsa yo'q. boraman. Men ham boraman. Senga nima bor? Ko'cha issiq. Senga issiqda yurish mumkin emas. Hamma narsa mumkin emas. Seni asrashimiz kerak. O'zingga kerak bo'lmasang, menga keraksan. Zerikib ketdim, bolitsiyada ham faqat doktorlarni ko'rasiz, bemorlarni ko'rasiz. Ozginaga chiqaman, kelaman birga siz bilan. Yo'q. Hali ulgurasan chiqishga. Butun umr ko'chada o'tadi umrimiz. Nimaga? Uyimiz yo'qmi? Xo'p, ko'chaga chiqqing kelyapti-yu. Sen uylan aylanib chiqqin. Hamma narsani o'zgartirdim. Xonangni ham o'zgartirdim. O'zimga ham xona qilib oldim. Rustamning xonasini o'zimga to'g'irlab oldim. Agar urushib qolsang, men Rustamning xonasiga chiqib yotaman. Siz nima? Shu yerda yashamoqchimisiz? Endi uyimga olib ketgunimcha seni yashab turaman. Nima qilibdi? Xotinimsan-u? Yo nima? Eringni kirgizmaysanmi uyingga? Gap unda emas. Ha, mayli. Men bozorlik qilib kelay. Marojniy ham oling. Xo'p.